Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 6-chi darsimiz Prisma bo'yicha va bugun bizga ko'radigan narsa Prisma Studio degan alohida Prismani o'zining bitta imkoniyati beradi. Bu darsni o'zi oldinroqqa qo'shmoqchi edim. Esimdan chiqib qoldi. Shuning uchun ham bugun ko'rsatib o'taman Prisma Studioni. Prisma Studio nima? Prisma Studio bu bizga ma'lumotlar bazamizdagi jadvallarni ko'rib turish imkoniyatini beradigan Prismani bitta imkoniyati. Ya'ni biz har safar NeoDB'ga kirib login qilib jadvallarimizni ko'rib o'tirmaymiz. Shunchaki Prisma bilan foydalanadigan bo'lsak, terminalni ochamiz. Yangi terminal yaratib olaman, chunki bu yerda loyiha npm run deb turibdi. Loyiha npm run deb bo'lishi kerak va npx Prisma Studio deb enterni bosaman. Bu o'zi alohida bitta host ochib beradi bizga. Prisma bilan ishlash uchun mana bu yerda localhost o'zi avtomatik ochilib ketdi. Mana bu yerda localhost nima 4.5.5555 turibdi va mana shu kodda ishga tushadi va kirib ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda saytlari bor. Bu yerda biz yaratgan jadvallar turadi va bu yerda jadvaldagi ma'lumotlarimiz turadi. Bizda hozir faqat bitta jadval bor, agar boshqa bo'lsa bu yerda turadi, almashib ko'raverardik. Bu yerda o'zimizda yangi ma'lumot qo'shgan paytimiz kod orqali buni update qilib yuborishimiz mumkin. Bu yerda filtrlari bor, o'zimiz ma'lumot qo'shishimiz mumkin. Eder kod bilan shunaqa imkoniyatlar bor. Bu xuddi ma'lumotlar bazamizni kichraytirilgan va versiyasiga o'xshaydi. Shunchaki biz bu yerda kirib jadvallarimizni kuzatib, ma'lumotlarimizni boshqarishimiz mumkin. Bu shuni tushuntirmoqchi edim. Hammaga rahmat.